Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Mana har doimgidek ish faoliyatidamiz. Velosipedlarimiz mana kattalar, kichiklar, har qanday yoshdagi insonlar uchun mavjud. Albatta, undan tashqari yosh bolalarga mana kichkina velosipedchalarimiz bor. Skuterlarimizni ham yig'ishni boshladik, korobkadan chiqarib. Kelinglar, bundan boshqa turlari ham bor, yig'ib bera olamiz. Kalatimizda mavjud hammasidan. Bundan tashqari, mana ichkarida mini blogerimiz obzorni boshlabdi. Ana hammalarni taklif qilyapti mini blogerimiz. Undan tashqari mana bu yoqda mashinalarimiz. Har doimgidek shay holatda kelishinglar mumkin. Undan tashqari korobkada ham bor. Kelinglar, korobka holatda ham olib beraveramiz. Mana hadinoklarimiz, koleskalarimiz, velokoleskalarimiz, undan tashqari mana kichkina mashinachalarimiz ham bor. Mana o tepada boshqacha turlari ham bor. Bu yoqda yana koleskalarimiz, yozgi va qishki mavsumga moslangan koleskalarimiz bor. Kelinglar, xudo xolasa o'zlaringizga yoqqanini topib ketasizlar. Mana blogerimiz. Xohlasanglar, mana blogerimizni ham berib yuboramiz, olib ketaverasizlar.